Dunyodagi eng qimmat o'yin relizga chiqishidan oldin rekord darajada sotildi. Ha, bu o'sha Burj Xalifadan ham qimmatga tushgan GTA 6 o'yini. Uning Steam platformasidagi narxi $80 tashkil qiladi. Bir sutkada GTA 6 ga oldindan 39 millionta buyurtma berilgan. O'zi o'yin noyabrda taqdim etiladi, lekin 39 millionta odam uni birinchilardan bo'lib qo'lga kiritmoqchi. Bu degani dunyo bo'ylab millionlab geymerlar bu o'yinni intiqlik bilan kutmoqda. GTA 6 allaqachon yangi trendlarni boshlab berdi. Bu o'yin industriyasini yangi tubga o'zgartirib yuborishi aniq. Joybox har doim texnologiya va gaming olamidagi yangi trendlarni kuzatib boradi. Shuning uchun GTA 6 chiqishiga oldindan tayyorlanishni taklif qiladi. GTA 6 birinchi bo'lib PlayStation 5 hamda Xbox'larda taqdim etiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, GTA 6 o'yini juda ham katta xotira talab qiladi. 1 terabayt xotiraga siz bemalol GTA 6 o'yinini yozishingiz va boshqa sevimli o'yinlarga joy ham qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda Joybox do'koni 1 terabayt xotira va 2 joystikka ega bo'lgan PlayStation'larni xarid qilishni maslahat beradi. Joybox jamoasi juda ham zo'r aksiyani e'lon qiladi. Har bitta PlayStation 5 xarid qilgan mijozimiz maxsus tanlov ishtirokchisiga aylanadi. Bu tanlovda 5 ta GTA 6 o'yinini xaridi uchun $80 vaucher o'ynaladi. Ishtirok etish shartlari mana shu PlayStation 5 ni Joybox do'konlaridan yoki onlayn xarid qilasiz va avtomatik tarzda ishtirokchisiga aylanasiz. Bu tanlovda g'olib bo'ladigan bo'lsangiz, GTA 6 ni bepulga qo'lga kiritish imkoniyatingiz bo'ladi. GTA 6 o'yinini his qilib ko'rishga tayyormisiz? Unda Joybox do'konlaridan mana shu PlayStation 5 ni xarid qiling va dunyodagi eng qimmat o'yinni birinchilardan bo'lib o'ynang. Izohlarda GTA 6 deb yozib qoldiring va mana shu PlayStation narxini sizga yuboraman.